Ushbu C# dasturlash tiliga bag'ishlangan ilk darsimizda har qanday dasturlash tilini o'rganishda eng birinchi qadam bo'lgan Hello World, ya'ni Salom dunyo turidagi dasturni tuzamiz. Demak, Visual Studioni yuklaymiz. Yangi proyekt tuzamiz. File, New Project. Va Console Application tanlab OK ni bosamiz. Ko'rib turganingizdek, dasturimizda klassi mavjud va ushbu klassning ichida main deb nomlangan protsedura bor. Dasturni kompilatsiya qilib ishga tushirishimiz bilan main bloki ichidagi kod ishlaydi. Hozir main bloki bo'sh turibdi. Barcha dasturlash tillarida kodni sharhlashdan keng foydalaniladi. C# tili ham bundan mustasno emas. C# da sharhlangan tekstni hosil qilish uchun 2/ belgisidan foydalaniladi. Ya'ni agar qatorni biron bir joyda 2/ qo'yilsa, shu belgilardan keyingi tekst sharhlangan tekst hisoblanadi. Sharhlangan tekst dasturning kodi hisoblanmaydi. U faqatgina dasturchiga kod haqida ma'lumot beruvchi qulaylik hisoblanadi. C# da sharh uchun 2/ dan tashqari yana slash va yulduzcha simvollari ham ishlatiladi. Ya'ni sharhni ochuvchi simvollar va yulduzcha slash sharhni yopish hisoblanadi. Ya'ni ushbu simvollarning orasidagi tekst sharh hisoblanadi. Ko'rib turganingizdek, sharhlangan tekst yashil rangda bo'ladi. Yana biron bir tekst blokini sharhlash uchun, ya'ni sharhga o'tkazish uchun blokni tanlab turib, ushbu menyudagi tugmasidan ham foydalansak bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, biz tanlagan tekst sharhlab qo'yildi. Uni bosamiz. C# tilida barcha bloklar qovus ichiga olingan bo'ladi. Ya'ni ko'rib turganingizdek, namespace blokini qovuslari, class bo'limini qovuslari, ya'ni bu ochuvchi qovus, bunisi yopuvchi qovus va main blokini qovuslari. Bu yerda main bloki ushbu program klassimizga tegishli bo'lgani uchun program klassi konteyner hisoblanadi. Endi kod kiritishni boshlaymiz. Tuzayotgan dasturimiz konsolda ishlovchi dastur bo'lgani uchun konsol deb yozamiz va nuqta qo'yamiz. Shunda bizda IntelliSense oynasi ochiladi va shu obyekt bilan nima qilish mumkin bo'lgan funksiyalar ko'rsatiladi. Hozir WriteLine deb yozamiz va qovusni ochamiz. Qovusning ichida WriteLine protsedurasiga yuboriladigan parametrlar kiritiladi. Hozir biz tekst turidagi parametr kiritamiz. Salom dunyo deb yozamiz. Qovusni berkitib, nuqta virgul qo'yamiz. C# da har bir kodning qatori nuqta virgul simvoli bilan tugashi shart va tekst turidagi parametrlar qo'sh tirnoqqa olingan holda yuborilishi lozim. Dasturimizni ikkinchi qatorini yozamiz. Endi konsolga davom etish uchun
xohlagan bosing deb kiritamiz va 3-qatoriga read key protsedurasini kiritamiz. Read key protsedurasi ishlatilganda konsol foydalanuvchini biron bir tugmani bosishini kutib turadi. Endi proyektimizni saqlab qo'yamiz. Ushbu yashil chiziqcha kodimizni saqlanganini bildiradi. Agar chiziqcha sariq rang bo'lsa, kod hali saqlanmagan bo'ladi. Endi buildni bosib, build solutionni bosamiz. Dastur kompilatsiya qilindi. Uni yoqish uchun ushbu tugmani bosamiz yoki klaviaturadagi F5 tugmasini bossak ham bo'ladi. Dasturimiz ishlayotganini guvohi bo'lib turibmiz. Ya'ni biz kiritgan 2 qator salom dunyo ko'rsatildi konsolda va davom etish uchun xohlagan tugmani bosing yozuvi ko'rsatildi. Shundan so'ng 3-qatorda read key protsedurasi yordamida konsol bizni xohlagan tugmani bosishimizni kutib turmoqda. Endi agar biron bir tugmani bossak, dastur o'chadi. Dasturchilar orasida bir narsa qabul qilingan, ya'niki yaxshi dasturchi o'z kodini albatta sharhlab, uni qanday ishlashini yozib qo'yadi. Biz ham yozgan kodimizni sharhlab qo'yamiz. 1-qatorni oldiga sharh kiritamiz. Va oxirgi qatorning ustiga ham sharh kiritamiz. Bu yerda yana bir narsani aytib o'tishim kerak. C# tili case sensitive hisoblanadi. Ya'ni operatorlardagi katta va kichik simvollar inobatga olinib, ular har xil simvol hisoblanadi. Misol uchun konsol so'zi va kichik harfdan yozilgan konsol so'zi har xil so'zlar hisoblanadi. Ko'rib turganingizdek, kichik harfdan boshlangan konsol so'zining tagida qizil chaqmoqchalar turibdi. Visual Basic tili esa aksincha case insensitive hisoblanadi, ya'ni katta kichik harflarga e'tibor bermaydi.